Assalomu alaykum. Qandaysizlar? Yaxshimisizlar? Здравствуйте, братья, сестры. Как дела? Какие проблемы? Nima gaplar ey? Nima gaplar? Charchamayapsizlarmi? Bilasizlarmi, ovqat bizlarni o'ldiryapti, ovqat. Ovqatga e'tibor berishimiz kerak. Ovqatga. Assalomu alaykum va alaykum. Yaxshimisizlar? Sog' salomatmisizlar? Jonlaring omonmi? Qani hamma agar ochlik qilib, faqat meva, sabzavot, ozroq ana qilsa. Да, правильное питание. Sperma soni kam nima qilay? Muhriddin va Shahsanam, sizda spermangiz soni kammi? Balkim eringizni spermasi soni kamdir. Shuni aniqlashtirib oling, o'zingiznikini. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Sog'man. Bronxlarga davolaying. Bronxitga. Piyozni suvini ichinglar, baraka topkurlar. Piyozni suvini. Xudo, oddiy narsani nima qilmaysizlar, Yo'lki-palki. Sanjarovna. Piyozni sokini chiqaring. Yoki o'zini to'g'rab asalga aralashtirib yeng, baraka topkur. Prostatitani ham ko'zini o'yadi. Oddiy narsalarda savol berasizlar, bor-ku. Keratitga nima maslahat? Piyoz sokini tomizing. Где-то яйца апельсин после вес застрял и запор. Нарушений нет. Так, от запора надо избавиться. Вас Аллах наказал, возможно. Вы свой профиль посмотрите, голую жопу представляете. 25. Так. Жопу закройте. Пожалуйста. Torpeda sekin urishini ham foydasi bormi? Sekin. Yurak torpedaga sekin yurishini bor, xudo xohlasa. Va alaykum, nukusga ham boramiz. Lazerni gemoroy olib tashlangandan keyin orqa kichrayib ketgan. Ana shunday bo'ladi. Gemoroy kesgandan keyin Tak, pastga tushdim. Hormang, salomat bo'ling. Qantab ketirsa bo'ladi. Halila, podagrani. Men video qilganman ana haqida. Baraka topkurlar. Mana Halila. Assalomu alaykum, assalom. У вас есть масло артишока? Релакс, вы, который Павела смотрели, что ли? Масло артишока. Это хотите, что ли? Buxoroga qachon kelasiz? Ha, xudo xohlasa boramiz. 1 yoshli farzandim bor. Qayta ko'p shamollab, ko'p dori ichida nima qilsam bo'ladi? Yig'ishtiring dorilarni, baraka topkurlar, yig'ishtiring. Что пить, чтобы чистить сосуды? Обыкновенные. Сок моркови, сок красной свеклы и кислое яблоко. Все, перемешать, пейте на здоровье. Moskvadagi Sayora. Moskvadagi telefon nomerini bering. Xudo. 100 marta aytganman. Xudo. Moskvadagi. Moskva filial. Так, доктор, ассаламу. Хронический бронхитка, прошу лечения. Я уже сказал. Скриншот qilib Moskvadagi filialda nomerni. Keyin ko'rib olasiz kerak bo'lsa. Хронический бронхит, прошу лечения. Много и чего есть в домашних условиях. Да, сок хрена пейте с медом. Так, Osh shahriga kelasiz. Xudo xohlasa bir marta bordim Osh shahriga. Bu ham kasallikni nima tavsiya berasiz? Ko'p narsa aytganman. Men Ruslanman, Sayramdan. Lekarstvenni. Yaxshi, va alaykum assalom. Qandaysiz Ruslan? Yaxshimisiz? Tinchmisiz? Так, tuzingizni shamollashga buyrakka yosh bolaga. Bola necha yashar? Shipovnik yaxshi, asal bilan. Shipovnik.
G'oyibona ustoz xat yozgandim, atvet qiling. Ko'pchilik xat yozgan, birodar, sizni topolmayman. Quloq og'rig'iga nima ichsa bo'ladi? Ichmang, quloq og'rig'iga achchiq bodom yog'ini topzing. Taloq kattalashib ketsa nima qilsa bo'ladi? Taloq kattalashgan keyin kichiklashadimi o'zi? Ha, kichiklashadi, botinglar bilan. Mazga bepul usulini taloq uchun eng yaxshi narsa anavi kovrak. Yo'q, kovrak emas, anavi hozir aytaman. Kapersi deyiladi. Kapersi. O'zbekchasi nima edi? Shuni kapersi. Torpeda olib iching. Kapersini o'zbekchasi nima edi? Ana qovunga o'xshaydi-ku. Kapersi. Hozir ko'rsataman, rangini ko'rsataman. Rasteniya kapersi o'zbekchasiga. Telnomer. Kutib turing, hozir yozaman telefon nomerimni sizga. Rasteniya kapersi, foto. Anavi-chi, achiq tarvuzga o'xshaydi, it anamga o'xshaydi. Esimga yo'q, yo'lki-palki. Torpeda necha pul? 500 ming. Qozog'istonda mana bunday, O'zbekistonda boshqa. Jenskiy turba jazilib qolsa, emda qilsa bo'ladi. Piyozni qaynatib suvni iching, anavsi bilan, po'sti bilan. Psoriazga nima qilay? Eslamay, uy sharoitida. Psoriazga nima qilay? Uy sharoitida. Aloy bilan surting psoriazni, keyin faqat oshqovoqni sokini iching, golodovka qiling. 7 kun 8 kun agar ochlik qilsangiz, psoriazdan qutulasiz. Faqat meva sabzavot sokini iching. Onalarda hamma joylarda bo'g'im og'rib qolyapti. Uyqulari yaxshi emas, asablariga qanday maslahat berasiz? Oldindan rahmat. Hamma bo'g'in og'riyapti. Hijoma qildirib oling. Hijoma. Tushundingizmi? Undan keyin 100 marta aytganmiz bo'g'in og'riqlari uchun. Endi uy sharoitida hozir ham chiqardim bo'g'in og'rig'iga. Birinchi navbatda hijoma, ichini yaxshi dori bormi? Bor. O't qopida qanday dori? Можно хотя бы кратко по-русски. Ну, на русском языке вопрос задавайте, не проблема. Звон в ушах чем убрать можно? Звон в ушах — это очень много причин, братья и сестры. Много причин. Надо эту причину надо в первую очередь. Yo'g'on ichak rakiga nima giyoh buyurasiz? Ochlik, undan keyin torpeda, bolgolov nastoyka, ovqatdan oldin chistotel nastoyka, ovqatdan keyin, ya'ni ovqat degani faqat meva, sabzavot. Tushundingizmi? Cho'lchang kapsulasi, keyin yana bir ikkita narsa bor. Uchrashib gaplashishimiz kerak. Qo'lim uyib qolaveradi, nima qilsam? Qoningizni suyultiring, hijomani foydasi bo'lmadi, qildim men. Bekorlarni aytibsiz. Boshqacha qiling. Yaxshi ne bo'ldi? Hijoma yaxshi narsa. Нормально hijomist toping. Ostonada torpeda bormi? Bor, o'tdagi tasdiqli tusursa bo'ladi, 15 tas bor. Да. Вальгус мучает. Что делать? Вальгус? Вальгус. Я прочитаю, хорошо? Рак печени у деда, пьем торпеду, онкостоп. Что еще нужно пить? Голодование. Москвадан салом, валикум ассалам. Севарка. Так. Migrenga video qilganman, qarab ko'ring. Mo'yoq og'riyapti, nima qilay? Chap taraf mo'yoq og'riyapti. Ana qo'chqor. O'rganish kerak. Shoshmang. Kistasi yo'qmi? Agar shamollagan bo'lsa, qo'chqorning dumbasini bog'lang. Sistitga nima qilsa bo'ladi? Piyoz qaynatib suvni iching. Oyoq tortishib og'risa nima qilsa bo'ladi? Limon sokini surting yoki яблочный уксус, olma sirkasini. Как лечить гиперплазию эндометрия матки? Так, Полинка. Гиперплазия эндометрия матки — это один шаг к онкологии. Боровая матка, чистотел настойка, болиголов настойки есть, торпеда есть, много и чего есть. Много и чего. Адрес Щербакова 50, скажите еще. Адрес Щербакова 50 сказать? Да. Адрес Щербакова 50. Бишкек. Спрашивают Бишкек.
Без конца пишет. Duduqlanishga davo eting, iltimos. Duduqlanishga. Chumchuq talqoni yediring. Chumchuqda talqonni. Mioma kistaga torpeda bilan argon yo'q. Argon mumkin emas mioma kistalarga. Quruq ekzemaga nima qilish kerak? Sariyog' surting. Sariyog'qa propolis. Mana video qo'yganman. Yaxshilab qidirib ko'ring. Gemangioma Umarova Aziz to'g'rilab yozing. Gemoroymi, gemangioma? Burunni suviga nima qilsa bo'ladi? Burunni suviga shamollabsiz-da? Burunni suviga. Ana qiling, piyoz to'g'rab hidlang. Tushundingizmi? Что пить от мастопатии? Да не надо пить. Вы не надо пить. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aziza, yaxshimisiz? Tinchmisiz? Sog'-salomat. Nima gap? Tinchmisiz? Andijon joydami? Fibroz печени, торпеда, гепатитga davo eting, aytdim. Вы напишите мне. Хорошо, alaykum. Zo'rmisiz? Qizil o'ngachga yara bor, maslahat bering. Облепиховое масло yaxshi foyda beradi. Облепиховое масло. Ya. Vitiligo как можно вылечить? О, трудное, но годами можно. Yoshlar katta kishiga oyoq og'rig'iga nima? Yoshlar katta kishiga oyoq og'rig'iga mumiyoni ichiring, hijama qildiring. Xo'p, при проблемах с тазобедренным суставом. Аргон и дрожжевый чай, уплотнение печени. Что надо пить? Отвар овса, отвар ячменя, тыквенный сок. Торпеда, соломенная киста, яичника, что можно пить? Боровая матка, чистота настойка, болиголов настойка, торпеда от чего? Ну, почти от всего. Menga javob berishdan iltimos, pochka пересадка bo'lgan kishiga maslahat bering, yaqinda bo'ldi. Да. Пересадка bo'libdi, endi nima qilish kerak? Зоб, любой сложный, что посоветуете? Лопчатка белая. Kechayu kunduz uyqu yo'q. Так. Aka, kechayu kunduzi uyqu yo'q. Nima qilsam bo'ladi? Kecha zolotoy. O'rganish kerak bu narsani. Uni o'rganish kerak. Chingiz qotmaydimi? Masalan, erimni foizi past, nima qilsak bo'ladi? Bu haqida video qo'yganman. Sal pastroq tushing, nimaga kirib argon kerak, telefon nomer bering. 78lik kod bilan 113 0803. Voy, boyadan beri yozaman. Ko'tingiz qichyaptimi? Tekshirish kerak ko'tingiz qichayotganini. Poliartrit davosini aytvoring. Poliartrit davosi cho'lchang, argon, gepatit B ga davo bormi? Bor. Qonni uy sharoitida qanday filtrsa bo'ladi? Chesnoking varikozning davosi bormi? Bor. Quyoq shang'illashdan so'ng eshitmayapti. Nima qilay? O'sha shang'illashni yo'qotish kerak. Osteoxondrozingiz bor yoki qon davleniyasi past yoki davleningiz yuqori. Balkim ichingiz qotayotgandir. Qabziyatga nima davo? Qani qabziyatga? Qabziyatga seminallar, zig'ir urug'i damlab iching. Asabgacha, mята перечная yoki melisa лекарственная, пустырник сердечный yoki korniy valeriana o'shani iching. Shina astrxondor, simichkani tomirini qaynatib iching. Eroziyaga qilsa bo'ladi. Eroziya qayerda baraka topkor? Oshqozoni. To'g'rilab yozinglar iltimos. Пишите точно, где у вас эрозия? Внутри Матильды или внутри желудка? Это скажите. Beluga. O, Suriyapa nima qilsa bo'ladi? Shampanskiyni qopqoq bor, o'shani tiqing. Слышал, что у вас есть капли для ушей. Как можно купить? Я сейчас в другом месте. Buqoq oldirdim. Nima qilay? Endi kechikdingiz. Nima qilasiz endi oldirganingiz? Epilepsiya davo bormi? Bedavo kasallikning o'zi yo'q. Qora sedanani yog'ini iching. Mana men ichyapman qora sedanani yog'ini. Kapsulalari bor. Mana o'ng qo'lim, это моя правая рука.
Холодный отжим. Simchkan ildizini ichiring. Ma'ruf. Tushadi. Aka sizdan qora zira mayin olg'im kelasi Qozog'iston dastavka bormi? Qora zira. Есть же? Есть же? Oshqozon yemini ayting. Подорожник хорошо лечит. Подорожник argon izlayman foydasini. Argon izlayman. Izlamang argon. Иван так ли? Foydasini sezyapman. Salomat bo'ling. Hech qaroqni ishlamay. Hech qayoqlari ishlamaydi. Barchimo hech qayog'i ishlamaydi. Kimda hech qayog'i? Eringizdikimi? Kim? Allergiyaga qarshi nima tavsiya beradi? Yantoq qurtizdan ana qiling. Xolos bo'ling. Qo'l qaltirashga nima qilsa bo'ladi? Qo'l qaltirashga. Qo'l qaltirashi asabdan. Asabni tinchlantirish kerak. Agar parkinsonizm bo'lsa, unga boshqa narsa qilinadi. Chaqaloqning miyasi rivojlanishini maslahat bering, iltimos. Dorilarimiz bor, Mustafa. Berishingiz kerak. У мужа язвенный колит, толстой киши. Срочно. Вот найдите вот это. И чтобы отвар Айка Нур, давайте в домашних условиях бесплатное. Язвенный колит, чтобы он пил ячменную воду, надо ячмень, вот столько, 1 стакан ячмень на литр надо прокипятить хорошо, чтобы он как кисель стал, и измельчить, измельченные вот это, мирабаланы, это мирабаланы, кабульские мирабаланы, во, надо измельчить, 1 столовая ложка на 200 грамм, на 200 грамм, положить, перемешать и пить это. Надо охлаждать, перемешать и в холодном виде надо пить, не горячем. Голодовка 2-3 дня обязательно. Или эти мирабаланы надо измельчить и пить сыр, творожная сыворотка, сарсу называют, сыворотка обыкновенная, молочная сыворотка. Добавить на 200 грамм, добавить, перемешать и пить 3-4 раза в день. Голодовка главная. И надо микроклизмы делать, отвар, клизмы надо делать отваром льна, отвара льна. Понятно? Масло болиголовым тоже можно, да? Да, можно масло болиголовым тоже. Ну, я говорил, что бесплатное. При молочнице я видео делал. Хорошо? Podagraga dori bormi? Podagraga go'shtni kamroq qiling. Go'sht вообще mochvoy kislotani yo'qotish kerak badandan. Podagraga. Mana yuqorida podagraga video qilganman. Yaxshilab qarang. Argon haqida ma'lumot bering. Argon haqida ma'lumotda argon haqida ana bor, nima bor? YouTube'da o'shalarga kiring, men argon haqida sizga gapirib o'tirmayman. Tushundingizmi? Miomaga davo ayting. Miomaga videolarim ko'p, yaxshilab ko'rib ko'ring. Trebiston narxi qancha? 200 ming. Agar narxi ko'tarilmasa. Chotki. Men mana ikkovini ichyapman. Ya'ni ki mana potensiyani ko'taradi, вообще udor qiladi. Bu ham. Qora sigirni yeng, iching. Киста в почке, да, конечно, лечится. Гастрит, дуанит haqida gapiring. Ochlik e'lon qiling, ochlik. Gastritga qarang. Kartoshkani sokini 3 mahal iching. 100 grammdan tinitib. Tushundingizmi? Что пить от полотнения? Я уже наверху сказал. Спросите, пожалуйста, у дочери узлы. Лимфатические узлы, что ли? Да, воспалилась. Лечим больше года. Воспаление лимфоузлов? 40 было. Соя 40 было.
При воспалении лимфоузлов очень помогает чистотел. Настойка, да, или? Да хоть настойка, да. Болиголов тоже очень помогает. Беременным можно пить оливковое масло? Конечно. Jigar og'rimaydi. Jigar shishgandan keyin o't qopini qisadi, o'shandan keyin og'riydi. Bolalar gijasini qanaqa yo'qotsa bo'ladi? Zaytun yog'ini ham aytganman, oshqovoq sog'ini juda ko'p aytganman. Pijma bor, achchiq ermon bor. Спайка трубы. Надо пить этот, да? Спайка трубы. Я тоже видео делал при спайке трубах. С оливком. Да, я видео сделал, брат. Есть видео. Пусть они посмотрят. Файз, ассаламу алейкум. Yaxshimisiz? При коксартрозе аргон и дрожжевые черви. Qonni ko'paytirishga, jigar qovurib yeng, qonni ko'paytirishga, mayiz yeng, oshqovoq, anauni, qizil lavlagini sokin iching. Assalomu alaykum, assalom. Фаррух, алейкум ассалам. Что пить при сахарном диабете? Что, цикорий обыкновенный с лавровым листом. Попробуйте. Gemoroy chiqib qolgan, azob beryapti. Zuluk qo'ydiring. Zuluk qo'ydiring. Ko'z bilmosiga ham video qilganman. Yaxshilab qarang. Ko'z bilmo. Sok лука с медом. Очень хорошо. Понятно? Fibroadenomaga imda etsa bo'ladi. Fibroadenomaga. Один шаг, рак груди, один шаг. Один шаг. Да. Торпеда, болиголов настойка, после еды чистота настойка. Это пейте. Homiladorlarga grippga qanaqa dori aytadi? Shart emas. Piyozni to'g'rang, to'g'rang. Kosani ichiga qo'ying, ustidan hidlang. Oh. O'rinni ko'paytirish uchun nima? Hammani urug'i kamayib boryapti. Men tavba qildim. Ha deb shu savolni beryapsizlar-da. Ey, video qo'yganman. Taloqqa ayting. Esimga tushdi. Qovul o'simligi. Qovul. Eng taloq uchun eng yaxshi narsa qovul o'simligi. Tushundingizmi? Tak, allergiyaga nima ichingizdagi parazitlardan qutulsangiz, sizda allergiyangiz ham yo'qib ketadi. Qora sedani chaynab yeng. Qora sedani allergiyaga, yantoqni damlab ichishlaringiz allergiyaga. Tushundingizmi? Ko'tni qichig'iga nima bor? Sanjarbek, ko'tingiz qichyapti. Proktologga borib ko'ring, bir ko'tingizni tekshirtiring. Xo'p. Endi yonimda bo'lsangiz o'zim ochib qarardim. Nima bor ekan ko'tingizda? Shunday ana ochgan payt shunday vijirda balkim qurt ko'rinar. Uni ko'rish kerak, bir hech bo'lmasa ota-onangizga ko'rsating. Uylangan bo'lsangiz xotiningizga ko'rsating. Qurtlar qichqirayotgandir. Для отеков семена при отеках семена петрушки очень хорошо помогает. Ох, столько вопросов, елки-палки. О. На все болезни скажите, я видео, мой профиль, зайдите мой профиль. На профиле все видео есть. 1000 сколько видео? 1500 видео. Просто найдите. Смотрите, suyak yemirishga qanaqa dori yaxshi.
Ну это же я каждый день говорю об этом, елки-палки. Tel raqamingizni bering, iltimos. Xo'p, kutib turing, hozir beraman. Argon Chuvalchan torpedani ishsa deydi, qan quyuqlanishadimi deydi. Уже год пишу, вообще нет ответа. Не надо было писать, сестра, год. Не надо. Приходите сразу. А? Шахида. Не надо было писать. Я об этом уже говорил. Год пишите. А год что делали вы? Что делали? Год. А если вообще не ответите, что, умрете, что ли? Во вопросы задаете, а? Все. Qora sedana kapsulasi qachon keladi Buxoroga? Bor qora sedana kapsulasi. Qora sedanani kapsulasi nomini o'zgartiramiz yoki mana unda idishda arzonroq bo'ladi. Yigitdan keltiramiz kerak bo'lsa, Misrdan kerak bo'lsa. Fayzchi sididi? Fayz? Fayz sididi-da? Fayz, qora sedanangiz bormi? Assalomu alaykum, assalom. Ko'pchik og'rig'iga davo ayting. Chuvalchan kapsulalari bor. O'shani oling yoki argon oling. Oddiygina qizaloqcha. Sizga osongina narsa, qarang, qancha yozim atvet. Yuragimga qonni kirishi bor, chiqishi yo'q. Qayerga ketyapti? Anangizni to'liq yozing, nima deydi, diagnozingizda. Bu sizga o'yinchoq narsa emas-ku. Да, будьте здоровы, у меня уже время у нас. Да? Уже время. Будьте здоровы.